Mana bu ajoyib rasmni ko'ring. Aslida bu rasm mana bunaqa edi. Xullas kecha kechqurun menga o'rtoqlarim hazil tariqasida shu rasmni yuborishdi. Ko'rib hayron qoldim. Etim jimirlab ketdi. Voy, qachon bu unaqa rasm menda bor edi? Menda unaqa holat bo'lmagan. Hazil tariqasida sun'iy intellekt orqali shunaqa narsa qilsa bo'ladi deb tushuntirishdi. Instagramda hozir trend bo'layotgan ekanmish shunaqa narsalarni qilish. Shu rasmingni tashab oldiga ayol kishini qo'shib ber, erkak kishini qo'shib ber desa ixtiyoriy odamni qo'shib beradi deyishdi. Agar shu rasm meni uydagilarimga yetib borsa, oraga shubha gumon tushadi yoki kelishmovchiliklar ko'payadi yoki qaysidir oila balki mana shunaqa rasmlarning orqasidan ajrashib ketib bo'linib ketish ehtimoli ham bor. Iltimos, ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir shunaqa trendlarni qilayotgan content makerlar diqqatiga. Bunaqa narsalarni qilmanglar. Oila muqaddas. Oila bilan hazillashib bo'lmaydi. Demak, shunaqa davrga ham kelibmiz. Odamlarni montaj qilib, shantaj qilib, mana shunaqa photoshoplar qilib chiqara oladigan va bu narsani haqiqiy qilib ko'rsata oladigan sun'iy intellektlar davriga kelibmiz. Agar bu kech bo'ladigan bo'lsa, holimizga voy. Iltimos, mana shu videoni maksimal darajada tarqatib, shu narsadan boshqalarni ham ogohlantirib qo'yinglarki, ertaga shu narsa orqali oila rishtalariga zarar yetib qolmasin.